Ha, do'stim, men bu shaharga yetib keldim va senga o'zim aloqaga chiqaman. Ha, yaxshi ish joylari qidiryapman, to'g'rirog'i ish joy emas. Men biroz pul yig'ib kelganman, shuning uchun bu shaharda men biznes boshlamoqchiman. Ha, do'stim bo'lmasa, men sen bilan keyin aloqaga chiqaman. Bo'ldi bo'lmasam, bo'pti qo'ydim. Xo'p, bo'lmasam yangi shaharga ham yetib keldik. Xo'p, bu qanaqa joy? Ha, arendator. Ha, mana shu yerga kelishim kerak, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, to'g'ri mana. To'g'ri va barchangizga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan man Mister Berto. Bugun, sizlar bilan men yangi shaharga ko'chib keldim. Shu shaharda endi bundan buyog'iga kuchayib, har xil bizneslarni qilib, biznesmenlar bilan birga ko'tarilib, boy bo'lishga harakat qilaman va men o'zim bilan pul olib kelganman. Judayam katta pul emas, ID karta, telefon va pulim olib kelganman. Xo'p, bo'lmasam ha. Assalomu alaykum. Men sizlardan arendaga do'kon olmoqchi edim. Albatta, men bu shaharda yangiman. O'shaning uchun men biznes sohasida ham yangiman. Biznes sohasida o'zimni ko'rsatib, bir do'kon ochib ko'rmoqchi edim. Ha, bo'lmasam men sizga bir do'konimiz bo'shligini ayta olaman. Hozir yo'lning nariyog'ida joylashgan kichkina do'kon biznesni boshlash uchun yetarli. Bo'lmasa men sizga mana rasmiyatchilik uchun ID kartamni beraman va men u do'kon ko'rib kelaman. Bu biratam yaxshi ekan muomalasi. Xo'p. Yo'ldan o'tib olsak, opa. Mashina yo'qmi ekan? Ha, yo'q ekan. Xo'p. Kuniga $500 normalniy menimcha. Kichkina ekan, lekin yo'lni bo'yi menimcha bu shahardan kirib keladigan joy, bu yer esa shaharga ketadigan joy. Menimcha bu yerda juda ham ko'p pul bo'lsa kerak. Xo'p, assalomu alaykum. Men bu do'konni yaqin orada arendaga olaman. Bu yerda nima bor? Ha, bu yerda kassaga qilar ekan. Katta joy emas, lekin normalniy savdo qilsa bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam men bu yerni sotib olaman. Endi rasmiyatchilik qilib. Xo'p, rad bo'lmasam men roziman. Qanaqadir dokumentlarga qo'l qo'yish kerak bo'lsa bajaramiz. Bo'lmasam men barcha shartlarga roziman. Tekshirdingiz, ko'rdingiz, endi pulni to'lov qilaman. Bugungi birinchi to'lovim. Mana shuncha pul bo'lar ekan, $500. Albatta, ishingiz rivojini bersin, sizni tadbirkorlik, ya'ni kelishuvimiz yanada barqaror bo'lsin. Xo'p, bo'lmasam birinchi do'konimni ham sotib oldim. Endi bu yerda $500 arenda bu yozib turaversa men pul to'layotganim kerak bo'lib qolar. Xo'p, brat, bo'lmasam men sizga hozir bozorlikka pul beraman biroz. To'xtang. Bozorlikda men pul beraman. $59 shunga yarasha qilib, hozircha bozorlikka narsalarni olib kelib, chekka joylashtirsangiz, men o'zim taxlab chiqardim. Mana, brat, $59 va pulim ham qolmadi. Xo'p. Bo'lmasa men biroz dam olib turaman, siz esa mana shu ishlarni hal qilib tursangiz. Xo'p, bo'lmasam obunachilar, men bu ishlarni hal qilib bo'lgandan keyin joylashtirish vaqtida videoni davom ettiraman. Men ungacha ham telefonni biroz chekkada ko'rib, Instagram xo'p, reels ko'rib turamiz. Video reelslarda ham juda ham g'alati narsalar chiqib ketdi oxiri. Tushunib ham bo'lmaydi. Bir normal narsa chiqadi, bir lifehacklar chiqadi, bir boshqa narsalar chiqib ketadi. Ish qilib, tovarlar ham ketdi. Men tovarlarni hal qilishim kerak edi. Telefonga berilib qolib ketibman. Brat, kerakli mahsulotni olib keldingizmi? Ha. Kelgan bo'lsangiz yaxshi, men bo'lsam narx-navolarni qo'yib chiqaman. Xo'p, olma hamma narsa. Mana mahsulotlar juda ham avjida. Ana. Yaxshi, sandiqlar ham kerak bo'ladi. Mana potato-mototolar. Bunda narsa ham yo'q bo'lsa kerak. Endi prosta kerakli yashik bo'ladi deb ham olib kelgan bo'lishi mumkin-ku. O'ylab. Shunday bo'lib qolsa-chi, nima qilamiz keyin deb. Xo'p. Buni ham olamiz. Bu yerda ham bo'lsa keyinchalik bir ko'tarilib yaxshiroq tashlashim kerak. Kuchaytirib bu yerlarni. Xo'p. Mana bu yerga sandiq qo'ysam, bu yerga qo'ysam bo'lar ekan. Xo'sh. Qayerga kirib kelganda odamlarni tortadigan qilsak bo'ladi. Mana bu yerga qo'yamiz. Bu yerga item flare tepasiga qo'ysak o'tga tursa kerak. Mana non, ichiga non mahsulotlarini solamiz. Xo'p, pastiga nonga narx qo'yadigan bo'lsak, $2. $2 bo'laveradi, normalniy menimcha. Endi
Buyam нормальный. Xo'p, beetroot. Nima mana shu narsa bilmayman. Bir borada короче, obunachilar. Xo'p, bunga narxi $5 qo'yamiz. Chunki baribir nimadir-da, kerak narsa lekin shuni bilaman. Tabiiy narsa. Xo'p, buni botga va bu yerga buni qo'yamiz. Baliq mahsulotlari. Xo'p, baliqlar ham нормальный. Bu baliqlar menimcha eng qimmat narsalardan biri bo'lsa kerak. $15 qo'yamiz bunga. Yaxshi. Xo'p, olmalar ham bor, shuning uchun bularga ham narx berish kerak. Xo'p, olmaga $4 qo'ysak, chutki menimcha. Xo'p, mana bu yerda kartoshkaga qo'yadigan bo'lsak, kartoshka нормальный narx bo'ladi. Baribir pishmagan, shu tarafni ham o'ylash kerak, shuning uchun $2.5 qo'ysak bo'ladi. Ana $2.5. Ko'p ham shart emas menimcha. To'g'rimi do'stim? Menimcha sen ham mening fikrimga qo'shilyapsan. Xo'p, men tashqariga chiqib ko'rsam ham нормальный. Bu mahsulotlarni qayerga qo'yamiz deganda, qarang, kassani mana shu narsalar bilan to'ldirib turaman. Keyin kerak bo'lganda ishlatamiz. Pulni ham shu yerga solaver do'stim. Xo'p, endi buni eshitsam ham sal g'alati, chunki bu jigar bilan hali uncha tanishganimiz yo'q. U jigar deb o'ylayapman-ku. Короче, savdoni qil, нормальный narxlarda sot va cho'tki pullar ishlagin. Bo'lmasam men hozir bratdan ikkita narsani so'rab kelaman. U savdoni boshlab yubordi. Xo'p, assalomu alaykum brat, va men yana bir marta sizga murojaatga chiqdim. Men hozir biznesimni to'g'ri sizdan sotib oldim va biznesim yaxshi ketyapti. Keyinchalik yana boshqa biznes do'konlarni ham sotib olsam bo'ladimi? Albatta, biz shahardagi eng katta biznes do'kon sotuvchilaridan birimiz. Shuning uchun bizdan olsangiz bo'ladi. Yaxshi. Keyin menga bir ikkita transport kerak edi. Yurishimga, bu yerga kelishimga. Ha, bizning orqa tarafimizda skuter sotish joyi ham mavjud va u ham bizniki. Shu buratam yaxshi pul topib ketgan ekan-da. Bo'ldi, bo'lmasam men o'sha yerga o'tib kelaman. Pulim yo'q. Bilmadim endi. Xo'p, assalomu alaykum. Mopedlar va yaxshigina skuterlar, yaxshigina нормальный menimcha. Menimcha bu dostavka uchun, mana bu esa haydash uchun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom do'stim. Sen moped olgani keldingmi? Men mashinani narxlarini ko'rgani kelgan edim. Bular arendaga beriladi. Arendasi нормальный summa, ya'ni kuniga $500 dan boshlanadi. Yo-mayo, narx-navoni bo'lib ketgan bu. Bo'lmasam men yana kelaman. Hozircha piyoda yurib tursam ham bo'ladi. Telefonim ham zo'r emas. 2005-yil chiqqan, rezinka ham qo'yib qo'yganman mana. Batterekasi tushib ketmasin. Xo'p, biroz savdoni qilavering. Men bo'lmasam biroz aylanib kelaman.